ishxona bo'lsa shunaqa bo'lsa-da. Butun boshli ishchi kunini o'rniga hammamiz toqqa chiqib ketdik bugun. Ikkita bayram ketma-ket kelib qolgandi. O'rtada bitta ishchi kuniga olib ketgan edi. O'shani ishlab o'tiramizmi, ketdik toqqa deb toqqa chiqib ketdik bugun. Ammo bundan ishlaganimiz ham yaxshi edi, to'g'risi. Bunaqa baland toqqa birinchi chiqishim edi. Endi shunaqa bo'ldi. Hali xolani gaplari esimga tushib ketdi. Toza bormi? Chiqishni sekin boshladik. O'zi ham tepaga 1,5 soat chiqdik. Manidagi xolalar, tog'alarni ko'rib og'zim ochilib qoldi. Hammasi bir 60, 70, 80 dan o'tganlari ham bor. Tilini osiltirib bo'lsa ham nimadir qilib chiqib harakat qilib yuribdi. Karislar bekarga uzoq umr ko'rmaydi-da. Mana shunaqa harakatdan to'xtamaydi bor. Bir ikkita yosh stajirovchilarimiz bor edi. Ular tepaga chiqquncha tili osilib qaytan qo'yardi bir ikkitasi. Lekin toqqa chiqishda ham o'zini gashti bor ekan. Ayniqsa havo biz chiqqan kuni juda ham zo'r bo'lib berdi. Bir konli yomg'ir yoqqaniga. Tabiat o'ta go'zal. Koreyan tog'larini bunaqa chiroyli bo'ladi deb hech o'ylamagandim. Atrofga boqib, maza qilib miyalar dam oldirib keldik. Tepaga ham chiqib oldik, xudoga shukr deb tursam, endi pastga tushish undan ham qiyin ekan u. 2,5 soatmi, 3 soat pastga tushdik. Tizzalar og'rib, boldirlar qotib qoldi o'zi ham. Lekin kunimiz zo'r o'tdi. Ishchilar bilan gaplashib, tepaga chiqib, o'tirib, birga dam olib, fikr almashib, miyani ozgina bo'lsa ham tozalab keldik deb o'yladim. Menimcha hamma kompaniyalarda shunaqa bir sog'lomlashtirish kuni bo'lib turishi kerak, lekin bu xodimni dam olish kunidan emas, iloji bo'lsa ishchi kuniga qo'yilsa, o'shanda hech kim og'rinmasdan boradi menimcha.